Bu nemislar ozgina kallasini ishlatadi va shunaqa mexanizm tayyorlab 16.850.000 so'm pulingizni olishga harakat qiladi. Bitta ko'ringlar buni. Robot tarsovочный apparatimiz. Buni $50, $100 yoki bo'lmasam $200 apparatlar bilan taqqoslab yurmaysizlar. Originali yuqori aniqlikda kesadigan haqiqiy tarsovkani sizlarga ko'rsataman. Mana bu professionallar uchun. Stolni xohlagan graduslarda aylanib kesib beradi, o'zi ham yotadi 45 gradusga. Diskini o'zi ham allambalo pul turadi, Italiya zavodida ishlab chiqariladi. Bo'shi bunaqa kompaktniy variantini menimcha ko'rmagan bo'lsanglar kerak. Katta stanoklarni vazifasini mana shu bajaradi. Saboyga ham olib yurishga qulay, plysos funksiya bor, vizga chiqqaninglardan keyin hamma yoqni chayqib yurmaysizlar. Lazerlari bor. Hamma narsasi idealniy. Knopkalarni qaranglar, ishlashini. Voy. Hamma ish bo'pti-da, haqiqiy nemis mashinasi mana shu. Yo'q, bu menga qimmatli qiladi deydigan bo'lsangiz, 6.710.000 ga ham bor. Bu ham endi bozordagi $50, $100 tarsovkalardan farq qiladi akalar. Olsanglar, nastolni ham bor, 5.900.000 so'm. Nemis mashinalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar, cho'tki narxlarda qilib beramiz. Karcherlar ham kelgan. Hoppa.